2025-yil 1-yanvardan boshlab Toshkent shahrida avtobuslarda naqd pul qabul qilish to'xtatilib, to'lov tizimi to'liq raqamlashtirildi. Naqd pul bilan yo'l haqqini to'lamoqchi bo'lgan yo'lovchilar uchun shahardagi 5000 dan ortiq infokiosklarda 3000 so'm evaziga bir martalik QR chiptalari joriy etildi. Elektron to'lov amalga oshirilganda esa yo'l haqqi 1700 so'mni tashkil etadi. Shu bilan birga so'nggi paytlarda jamoat transportlarida yo'l haqqini to'lamasdan harakatlanayotganlar soni ortib bormoqda. Mazkur holatlarni oldini olish maqsadida soha xodimlari ishtirokida jamoat transportlarida kuchaytirilgan reyd tadbiri o'tkazildi. Afsuski, bugun jamoat transportidan foydalanayotgan ayrim yo'lovchilarda insof va vijdon tushunchasi yo'qolib bormoqda. Avvallari naqd pul bilan har qanday sharoitda yo'l haqqini to'lab yurganlarning ba'zilari endilikda 1700 so'm miqdoridagi elektron to'lovni ham amalga oshirishmayapti. Dastavval transport nazorati inspeksiyasi bilan birgalikda olib borgan bo'lsa, bugungi kunda o'sha DM xodimlarimiz mustaqil oktyabr oyidan o'zlari ham planshetlari bilan bodi kameralarga ega har bitta inspektori bayonnomalar rasmiylashtirishyapti. Joriy yilni o'tgan davriga e'tibor beradigan bo'lsak, 19600 ta holatdan yo'l haqqini to'lamasdan tushgan yo'lovchilarga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirgan, ularga nisbatan tegishli choralar ko'rilgan. Qo'shtirnoq ichidagi uddaburon yo'lovchilar tomonidan yo'l haqqini to'lamasdan avtobusning orqa eshigidan sekingina chiqib ketish holatlari ko'paygani sababli joriy yilning aprel oyidan boshlab kuchaytirilgan reyd tadbirlari o'tkazib kelinyapti. Eng ko'pi mana 2000-yildan 2008-yilgacha bo'lgan yoshlarda ko'p kuzatilyapti. To'lamaslik holati 2000-yildan teparoqlari to'lov qilmaganligini tan olmasdan qarshilik ko'rsatib, joyi kelsa qochib ketish holatlari ham kuzatilyapti. To'lov qilishni unutgan bilan o'shancha to'lov qila olmaganlar o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 144-moddasini 5-qismiga asosan elektron tarzda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiryapmiz. Ularga SMS xabarnoma boradi. Elektron to'lov tizimiga o'tgandan keyin o'sha tushumlar shaffoflashdi eng asosiysi va tushumlar oshdi. Monitoring olib borish ham shundaki, qaysi yo'nalishlarda nisbatan to'lovlar pasaygan bo'lsa, o'sha joylarda masalan reyd tadbirlari kuchaytirilib, aniq sifralarga ega bo'lamiz. Hozirda barcha nazoratchilarning faoliyati raqamlashtirilgan bo'lib, qoidabuzarlarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddasi asosida bayonnomalar faqat planshet orqali rasmiylashtirilmoqda. To'ldirib olinglar endi, jamoat transporti 1700 so'm nima u? To'lab tushinglar deb aytamiz, nima qilamiz boshqa? Aytamiz, kirganda to'lab kiringlar deyapmiz, to'lashmaydi bari, tushayotganda urishyapti. Vaqtingizni olib qo'yadi o'shanda. Jarima miqdori katta emas, o'sha bazaviy hisoblash miqdorini 10dan 1. Uni ham agar 15 kun ichida to'lasa, imtiyozga ega bo'ladi. Ko'proq yo'lovchi oqimi ko'p bo'lgan nimalarda ham nazorat monitoring ishlari olib boriladi va tahlillarga qarab ba'zi bir yo'nalishlarda ham alohida o'sha avtobusning ichida ham reyd tadbirlari olib boriladi. O'tkazilayotgan reydlarning asosiy maqsadi yo'l haqqini o'z vaqtida to'lashni ta'minlash va to'lov intizomini mustahkamlashdan iborat. Bu kun Go'zal Shodiyeva, Baxtiyor Jalilov, Toshkent.